Yangi uy bari yangida o'rtoqlar. Bunda kelib sumkalarni bu yoqqa olsa, endi bismillah deb avzorni boshlaymiz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, kiroshimizga dekorativ oynalar qilingan. Bu uyimiz Novostroykada joylashgan, patkulish tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Hamma sharoiti bilan yangi, hali hech kim yashamagan. Mana bitta baho berasizlar, bu yotoqxonamiz o'rtoqlar. Hamma sharoitlari bor. Endi mehmonxonaga o'tamiz. Mana kelinglar, mehmonxonani bitta baho beringlar o'zingizlar. Bu yerda ham hamma sharoitlari bor, hamma narsamiz yangi, даже mana bu gullagacha yangi, bu yerda konditsionerlarimizgacha bor. Mana bunaqa kattagina televizorlar qo'yilgan. Bu yerda oshxonamiz. Oshxona ham juda ham zo'r, ranglari chiroyli chiqqan. Meni shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, mana shu joyga bitta like bosib qo'yasizlar. Endi mana bu sanuzulga alohida baho berasizlar. Bitta ko'ringlar. Uyimizning maydoni 48 kvadrat, 2 xonadan iborat, 9 qavatli g'ishli Novostroykamizni 8-qavatda joylashgan o'rtoqlar. Uchtepa rayoni, Uchtepa avenue o'rtoqlar. Narxi keladigan bo'lsa 78 ming. Telefon nomerlarimiz videoning tagida bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Yangi chiroyli uy qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yinglar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar.